Bruce Lee Xitoyda tug'ilgan deb o'ylaysizmi? Lekin Hindistonlik kino muxlislari aksincha deb bilishadi. Va uning ismi Baba. Nimaga ismi Baba ekanini bilasizmi? Sababi Bababek juda ham baqiroq shantajchi. Shantajchi xotinlar uning oldida damini olishadi. Butun 2 soatlik kinoning yarmi Bababek shantaji va baqirishini kuzatamiz. Assalomu alaykum hurmatli YouTube muxlislari. Sizlar bilan Kino qisqartma kanali. Ko'p gapirmasdan boshlaymiz. ब्रूस ली बाबा का नाम सुना है क्या? Kinomizning boshida ikki xotin janjalini va notanish erkak o'rtaga tushganini ko'rsatishadi. तुझे पता नहीं मैं किसकी बीवी हूँ? क्यों मार रहे हो मेरे बच्ची को? Xotinlar razbori hidini olgan Bababek razbor tomonga kobaylar ertagi bilan qarsillatib kela boshlaydi. Razborda ayollarning biri Bababekning onasi ekaniga ayon bo'ladi. Bababek onasi tarafini olib, xotinlar razboriga aralashadi. Bu qilig'i uchun onasidan otangga o'xshamay yo'l so'zlari bilan bitta tarsaki oladi. Undan ko'ra bezorilar bilan urush degan gaplardan keyin Bababek qishloq bezorilar nazarini berishga ketadi. इस पगले की इतनी हिम्मत हो गई जो चक्कू दादा को आवाज Qishloq bezorilar bilan jang boshlanadi. Jangda juda ko'p baqiradi, juda ko'p chaqiradi. Hatto shu talantida ham buncha baqir-chaqir bo'lmagan. Eng qizig'i hammani kaltaklab bo'lib, militsiyaga yozmasin deb hammaga hind tilida do'q qila boshlaydi. Ya'ni o'zlaring aytdi, Turpovoy bilan hammangni qamataman. साला मत डालेगा, इन सब लोग को मत डालेगा, इन सबको जिंदा नहीं रहना मांगते हैं, इन सबको मत. Bababek uyga kelib, onasi va yonidagi ayolga baqira boshlaydi. Ish yo'q, narxi oshib ketyapti, kreditlarim to'la olmayman deb baland ovozda baqira boshlaydi. Shovqindan bezor bo'lgan qo'shnilar politsiya chaqirishadi. Bababekning uyiga akalari kelishadi va soat 10 dan keyin shovqin qilgani va qo'shnilar bezovta bo'layotgani uchun Bababekni bo'limga olib ketishadi. लोगों के साथ मारामारी किया है। देखिए मैडम, आप दोनों कानून के मामले में अड़चने डाल रही हैं। मैं इसे गिरफ्तार करने आया हूँ और गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। चलो, ले चलो इसे। Kechga yaqin pechatka va tushuntirish xati yozib kelgan Bababek butun mahallani yig'ib razbor qila boshlaydi. अरे ये लोग तो 2-4 बच्चे पैदा कर लिए और समझते हैं कि हम मर्द हो गए. Kecha kaltaklangan bezorilar ertalab qishloq ko'chasini yopib, moshin qurib qolgandek traktorda okalari bilan kelishadi va Bababekni qidira boshlashadi. हाँ भाई बस्ती वालों, वो वक्त आ गया है. आप लोगों को 1 घंटे का नोटिस दिया जाता है. क्या करेगी? मारेगी हमको? हाँ, मारेगी? Bababek kecha obizyankada o'tirgani, holi tishini yuvishga ulgurmagani, hali nonushta qilmagani, shu uchun настроенияsi yo'qligini ayta boshlaydi. तुर्रम खां भाई, इसको तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ. हाँ मैं बाबा, और बाबा नाम का लोग बहुत पोचेला रहता है. बाप बहुत पोचेला रहता है. ओ पहला हाजी बाबा डोंगरीवाल. Jangda Bababek Bruce Lee'ning jang san'ati emas, balki baqirish san'atini qayrini namoyish qila boshlaydi. Hamma qoravoylarni yasab bo'lgach, Anvar Sanayevning indiyskiy variantini tepa boshlaydi va shu bilan tugaydi. Muhabbat yalg'izim sevgilim degandim. Muhabbat men seni jonimdan sevgandim. Bababekni kechagi razbori uchun mahalla oqsoqoli o'z huzuriga chaqiradi va nega o'g'lini kecha do'pposlaganini so'raydi. Ustidan yozishini aytadi. Bu savolga Bababek o'g'lingni ustidan men yozaman, menga Gurpovoy tashlangani uchun mendan guvoh bor deb javob beradi. क्यों भाई, यहाँ माँ का सेल. ये Kechagi razborda shu bolalar bor edi. Ya'ni Abdusattor ko'cha boshi 3-uy. पुलिस स्टेशन में इसका एनसी दर्ज है.
नवाइल है उधर ये Toshmat Xolmat aka o'g'li. पकिया 3 हाफ मर्डर 4 फुल मर्डर दारू के धंधे का मास्टर ये कलीम Jonibek Bo'riboy कानिया, akaning o'g'li. बहुत बड़ा करू था नेपाली बाव के साथ था ना ये जग्गू Bu Nayno parallel sinfdoshim. अभी अभी इसका मैंने क्या हाल किया है तुमको अच्छी तरीके से मालूम है फिर भी जाने दे ये अंग्रेज Bu Ivan कल्याण Sashka का डबोरी। Manchor o'g'li. बहुत काम किया उधर बहुत नाम कमाया है Buni shunday qoldirmayman. Ustingdan yozaman, seni chirtaman deydi oqsoqol. Bababek Lyubovchaska o'ynayman, отвечаю deydi. शमशान नगर नाम देना चाहता हूँ। ऐसे उस बस्ती का नाम नहीं लेना उस बस्ती का नाम लिया ना रामखोर Alo, bu menikimi? Ha, meniki. Unda jiyanim Qosimni chaqiring. Oqsoqol jiyaniga bo'lgan voqealarni aytib beradi. हेलो कौन रे वर्धमान सेठ ये भी क्या मैं ही बताऊं? नहीं 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 वर्धमान सेठ सिर्फ मैं ही नहीं, सारा मुंबई शहर आज मैं जानता हूँ दामले। तू जो चाहे दाम ले। लौकर अरे साहब लात काय को मारता है क्या किया है मैं Nega bu bola bilan yotibsan Dilshod deb politsiya Bababekni bo'limga olib ketishadi. मैं पिघलाएगा हट! पीछे ले जाओ Mahalla oqsoqolni urgani uchun va Dilshod bilan yotgani uchun Bababekni politsiya yasay boshlaydi. Boshqa bunday yo'llarda yurmasligi uchun oyoqlarini ostiga ura boshlashadi. जा रहा है ए, इसको संगीत सुना जल्दी आ Aqlini окончательно joyiga qo'yish uchun elektroterapiya qilishni boshlashadi. अच्छा लगा रही आइटम बाबा Mastlikdan nimalar bo'lmaydi, komandir. Qamashni iloji yo'q, qochib ketadi. Lekin Dilshodning oshnasi ekanligini hammaga aytishimiz mumkin deb politsiyachi taklif kiritadi. Bu taklif oqsoqolga yoqqani uchun jiyaniga sog'liq uchun 100 gram otib olishni taklif qiladi. Bababek qo'shni mahalladan o'tayotganida bizni mahallada senga o'xshaganlarga joy yo'q deb qo'shni mahalla patsanlari pretenziya qilishadi. Bababek o'sha kuni men mas edim. Alam bilan hammani do'pposlay boshlaydi. Qo'shni mahalla kachorga Boloyan diskoteka shaharni aylantirib zarba beradi. Atletni seriya zarbalar oladi. Mahalla oqsoqoli jiyaniga qilgan xizmatlari evazi uchun pul beradi. Jiyani iloji bo'lganda qaytarishini aytadi. तुमने ठीक कहा है दाम, लेकिन ये नोट इनके सामने रंभा उर्वशी मेनका हाँ कानून के रखवाले न्याय की लाज Yana Bababekni bo'limga kelishadi va har xil gaplarni gapirishadi, mazaq qilishadi. Hammasidan bezor bo'lgan Bababek turganidan fizik qonunlarni chetga surib, temir panjarasini surib va baqirish yo'g'i jang san'atini ko'rsatadi. बाबा इसी तरह मरेगी Final jangi Bababek oqsoqolning uyiga yo'g'ib podvalga keladi. Oqsoqol hamma qarindosh urug' tanishlari bilan to'sa qilayotgan bo'ladi. Hatto Yaponiyadan ham tanishlari kelgan.
birinchi bo'lib yaponlarda joylashtiradi. जग्गू किल हिम 2 metrlik fatak u tomonga bu tomonga syomka vaqtida travma olmaslik uchun harakat qilayotgan naynoni joylashtiradi. Keyin Nesney narkoman. Keyin janjal sababchisi oqsoqol o'g'li. Va eng oxirida mahalla oqsoqolni yasaydi va kino o'sha kuni men emas edim bilan tugaydi. 6 दिन